Hozir shu joyda hammamiz ichimiz taftish qilib boramiz. Uyga boramiz, oynaga qaraymiz. Birodar, odam emas ekansan. Hozir ma'ruzada Alloh taolo san haqingda gapirdi. Alloh taolo gapiryapti bu oyat. Alloh taolo aytdi: "Va masayla fala tanhar." Jirkimi so'raguvchin dedi. Hozir onangga berdim, kelaverasanmi? Hozir ukangga berdim, kelaverasanmi? Tur yo'qol, nariroq turib tur. Yo'q. Ozgina aylanib keling, hozir bizda yo'qda, boshqalarga boring. Haqiqatda yo'q bo'lsa shunaqa deng. Chunki u Alloh azza va jalla sizga imtihon qilib yuborgan soil bo'lishi mumkin. Xarob qiladi ertaga o'sha soil. Ya'ni u so'raguvchi farishta bo'lishi mumkin oldingizga kelgan. Ishoning. Shundoq keladi-da, yordam deganda, yo'qol desangiz bo'ldi, Alloh taoloning oldiga chiqib ketdi u. Duo chiqib ketdi. Kim mahrumni mahrum qilsa, Alloh uni mahrum qiladi albatta. Dalil bormi? Dalil bor. Oyat karimadan dalil bor. Kim mahrumni mahrum qilsa, Alloh uni mol dunyosiga o't qo'yib yuboradi. Nimaga faqat biz beramiz? Shuncha shaharda odam turibdi-yu. Shuncha ishlayotganlar bor-ku, 100 talab, 200 talab ishchisi borlar. Nimaga ular yordam qilmaydi? Alloh sizga ravo ko'ribdi-da, birodar. Alloh sizni oldingizga olib kelib qo'yibdi-da o'sha soilni. Alloh sizni imtihon qilyapti-da. Bersangiz jannat, bermasangiz imtihonning kattasi turibdi-da. Yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rganni imtihon qiladi Alloh. Sahobalar yig'lagan: "Ey Alloh, nimaga bizga imtihon yubormayapsan? Yoki biz yomon ko'rib qoldingmi? Hatto tishlarimiz og'rimay qo'ydi bizni" deyishgan. Mahrum qilsak xarob bo'lmayapti-ku, mana gullab yashnab yotibdi-ku, zakot bermayapti, u bermayapti. Yo'q, qiyomatda mahrum qiladi. Qiyomatda shunday mahrum qiladi. Dod shuncha mol dunyo hisobini qanday beraman? Berib yuborsam bo'lmasmidi? Bechoraga, miskinga, unga bunga berib yuborsam bo'lmasmidi? Ey Alloh, oldimga so'rab keldi, bolasini ko'tarib qo'lim bilan haydadimi? Ey Alloh, qaytar. Fa as-saddaq oyatda keladi, sadaqa qilib olay. Alloh taolo yo'q deydi. Endi befoyda deydi. 60 yil umr berdim. Masjidlarda aytildi shu oyatlar, lekin amal qilmading deydi. Baxilmiz, xasismiz. O'shancha mol dunyoni tiqamiz, lekin mana oshqozonimiz bor xolos. 1,5 metr, 2 metrlik bo'yimiz bor, lekin 100 talab uy qurib tashlaganmiz. Mo'min birodarimizga yordam qila olmaymiz, lekin bitta mansabdor kelsa etigini silab, ishim bitkazib bering deb turib, u narsani berib yuboramiz. Hozir mashinaga yig'atdim, un kamayib qoladi. Uy qurayotdim, bo'lmaydi. U bo'ladi, bu bo'ladi deb o'zimiz aldaymiz. Uni shayton qiladi. Sen bitmagan uchastkang bor, qilishing kerak. Hal tug'ilmagan o'g'ling uchaska qilyapsan, qilishing kerak. 2 yoshli qizingga sep qilyapsan. Bu katta to'y qilishing kerak hali. Ummati Muhammadiyaning ahvoli bu. Qoyilmisiz ahvolimizga? Bizning ahvolimiz bu. Baxilmiz. Alloh taolo u baxillarga qiyomat kuni shunday qiladiki, Alloh taolo jannatini kirgizmaydi. Dunyo hayoti ketaveradi. O'tib ketaveramiz. Berganimiz o'zimizniki, futbolkada qolib ketmasin. Futbolka yozib olib yuribdi-da, berganim o'zimniki deydi. Ber desangiz yo'q deydi. Yo Alloh uchun ketadi, yo nafsingiz uchun yo'q bo'lib ketadi, baribir qiynalasiz. Ikkitasida ham qiynalasiz, lekin mana nasiya savdoga ko'nib qo'yavering, ikkitasida ham qiynalar ekansiz. Oxiratda umidingiz bor-ku baribir. O'zim mana sail va mahrum haqida yana bomdodgacha gaplashadigan gaplar bor edi, lekin qolib ketib qoladi. Keyingi safar undan ham zo'r oyatlar bor. Inshaalloh, undan ham zo'r sifatlar bor. Faqat shu ikkitasiga amal qilaylik. Namoz doimiy o'qiylik va mol dunyoyimizdan soil va mahrumni man qilmaylik. Qiyomat kuni Alloh bizni mahrum qilmasligi uchun.